Chakman. Biz ishni boshlab olganmiz. Vizit xizmatiga kelganmiz. Changan qolib ketgan. Shu yerda qolib ketgan ekan. Cho'chishgan ekan. Karavan to'g'ri kelmaganmi? Karavan to'g'ri kelmayapti, tushmayapti deb chaqirishdi. Hech shunga hozir. Biz ko'rgan ikkovimiz Xudo xohlasa Alloh izni bilan uni ham hal qilamiz. Adashmasam mana changan bo'lish kerak. Devo seruz ekanda, o'tindi. Seruz ekan o'zi o'tan. Cho'chib tashalgan, karotkali taom bo'lgan. Yilpingich ko'p ketgan. Yetishadi, o'ylaguncha tavakkal tushini bitiradi. Mana shu baraban tushmagan ekan, o'sha bo'yicha men keldim. Seruzga endi bu Devo seruz ekan. Shu bo'yicha menga chaqirishdi, shu bo'yicha men keldim. Shunga baraban tushmagani uchun bu baraban 100% tushadi. O'ziniki birga bir shunday tushadi. Bitta farqi bu tushmagani sababi mana shu 5 ta shpilka, 5 ta teshigi to'g'ri kelmagan. Men o'zini barabanida 14,5 bo'ladi. Ammo yangi barabanda 12 bo'ladi. Shuni to'kirga olib borib 14 ga oshtirib yuborilsa bo'ldi. Shundoq birga bir shundoq tushadi, zakonni tushadi. Kalotkadan chosh tashashgan ekan. Barabanni qilib beraman, bu yoniga o'zimiz yig'ib olamiz deyishdi. Shu timashetda chochgan bo'ldi. Hozir barabanni qilib kelamiz, bo'ldi. Zakonni tushirib. Hozir vizit bo'yicha kelyapmiz, zakas. Amma masjidda oldi, короче, Jizzax ko'cha 90-uyda ot. Shu yoqqa kelyapman-da hozir. Signal chalish kerakmi bularga men hayron qolaman-da. O'zi ko'cha to'g'ri. Mana ham changan debdi. Changan ekan. Bo'yicha keluvdik, changan turib chiqib ketgan.